Nizomxon Ne'matovdan bo'ladi. Marhamat. Demak, qanaqadir ma'noda bir javob qo'shiq. Nima aytamiz? Bitta ustozimiz Hamdambek Jamolov bor biz tumanimizda. O'sha insonni qo'shiqlari, bizning tumanning qo'shig'i to'ylari o'sha qo'shiqsiz o'tmaydi. Ana bo'lsa. O'sha qo'shiqni menga sovg'a qilishdi. Ana. Kecha sovg'a qilishdi. Kecha. Aytavering kecha shu Shu, ha? Sostav bilan har to'yda aytamiz. Unaqa repetitsiya ham qilganmiz. Qani sozandalarni kuchini bir ko'raylikchi. Sozandalar tayyormisizlar? Boshladik. Yoningga bordim-u sen bir qaramading, oshig'ingni holini bir so'ramading. Yoningga bordim-u sen bir qaramading, oshig'ingni holini bir so'ramading. Bo'ynimga ilonday sulfing o'ramading, boshqa yordamidi yo ko'ngling rohila. Bo'ynimga ilonday sulfing o'ramading, boshqa yordamidi yo ko'ngling rohila. Rohila, jonimni jadula, armon sevmasang